gapga ham ochiladi. Ha, o'zim berib yubordim, kelib kecha. Voy opam qalisiz. Muzik parasating bormi yo'qmi? Постоянно shunaqa niyakurat hozir aytiraman. Niyakurat ne bo'lasan? Yangi zamushimni bosib yubording-ku, chang qilding. Voy, sen zamushqadan tushunaychi. Sen normal bir oyoq kiyim kiyishni bilmaysan-ku. Bitta mayga kiysang olamga sig'maysan. Nima qilding hozir? Opam aya qarang. He? Ro'zami deysiz? Yo'q, alhamdulillah ro'zaman. Bo'ldi, iftorlikni kutmay og'zingizni ochib yuravering. Dilimni og'ritdingiz. Nima? Ochib yuring opa, ochib yuring. Bo'ldi jonim, olib boraman bugun kechga san. O'rta yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Alaqa ming bor uzr. Puling bo'lsa qarz berib turgan. Bugun kechki iftorligiga qizimni restoranga olib boraman deb qo'ydim, uzr, bera olmayman bugun, kamroq edi pulmazgan. Iloji yo'q-a? Yo'q, yo'q. Bera olmaysan-a? Sanam, qizing ham og'zingni ochib yuringlar. Bo'ldi, iftorlik tutayotmanglar. Foydasi yo'q. Dilimni og'ritdinglar. Ochib yuringlar, bo'ldi. Men nima qildim hozir? O'tiring, singlim. Aha. Ha, bo'lsa ro'zangni ochur. Nima, Tunma ikkilanib qizga qarayapsan. Yo'q, men bu yonidagi bolaga qarayapman. Voy, sen hal bolaga qarayapsanmi? Qo'ysang-chi. Bo'ldi, o'rtama, suvda or. Ro'zangni ochib, iftorlikni kutyapsan. Ma. Agar muzik kelib, bo'zinglarni ochinglar, buzilib ketdi, tutmanglar deb aytdimi? Aytdi, bo'lmaydi. Nima Mendan ertalab pul so'radi, kelib nimadirlar dedi. Tushunmadim nima kerak? Bilardim, orqamdan g'iybat qilishinglarni. Saharlikka ham iftorlikni ham kutmanglar. Bo'ldi, dilim og'ridi. Dilimni og'ritdinglar. Gapga ham ochiladi.